men mavjudaman. Quyonchi karlik profilidan ish boshlaganman. Mana hozirda qaranglar, qanaqa shirin quyon bolachalari sotyapmiz. Men ish boshlaganimga 4 yil bo'ldi. Asosan bunaqa shirin quyon bolachalarini sotayotganimizga 3,5 yil bo'ldi. Meni taniganlar tanidim deb izoh qoldiringlar, tanimagan bo'lsanglar ham tanimadim deb izoh qoldiringlar. Bundan keyin sizlar bilan tez tanishib, har xil quyonlar bo'yicha darsliklar, daromadim to'g'risida, mana shunaqa shirin quyon bolachalar to'g'risida gaplashamiz. Mana qaranglar, podarkalarga juda ham shirin bolalaringizga bemalol olib bersanglar bo'ladi. Hamma viloyatlarga chiqartirib beramiz. Men asosan bu karlikka qiziqqanim sababi juda ham mitti bo'ladi, shirin bo'ladi, pokiza bo'ladi bu jonivorlar. Sekin katta bo'ladi, bemalol domlarda ham boqsanglar bo'ladi. Xarid qilsanglar biz sizlarga chiroyli qilib chiqarib beramiz. Xullas, sizlar bilan endi bundan buyoniga tez ko'rishib, har xil temalarda quyon mavzusida tez uchrashamiz. Hammanglarga rahmat.